Alo? Alo qizim. Assalomu alaykum. Voy bormisan qizim? Onam boram demaysana, hech onangdan xabar olmaysana. Kechirasiz, lekin Voy, ovozingga nima qildi? Voy qizim, xafa bo'lganim yo'q. Hazillashib urishamanda. Tushunaman, ro'zg'or, bola chaqadan ortmaysan, o'zing bilan o'zing ovorasan. Shuning uchun o'zim boryapman uyingga qizim. Sen yaxshi ko'rgan shirinlikni oldim. Mazza qilib ona bola choy ichamiz. Issiqini choy qo'yib qo'ygin. Nima deysan, ha qizim? yaxshi-ku, lekin Ha? adashib tushdingiz menimcha. Adashdim? Chunki onamlarni o'tga elib berib qo'yganmiz. Voy uzr, ming bor uzr. Voy o'zim ham g'alati bo'lib qoldim. Yo'q, hammasi joyida. Ovozingiz bir ham onamnikiga o'xshar ekan. Meni ham onam hayot bo'lganlarida ulardan har kun xabar olgan bo'lardim. Hozir ovozingizni eshitib, bir ham yomon bo'ldim. Qizim, boshingiz toshdan bo'lsin. Onalar hech qachon bolalardan xafa bo'lmaydi. Sizni onangiz ham tushungan bo'lardi. Unaqa demang, bolam. Qarang, hozir oldingizga boraman. Birga gaplashib o'tiramiz, ha? Axir bolani begonasi bo'ladimi? Nima dedingiz? Yaxshi bo'lardi. Hozir sizga manzil tashlayman. Kelasiz, bir ham odamga o'xsharkan ovozingiz. Boraveraymi qizim? Kutaman. Bo'ldi qizim, albatta boraman. Bugun aytdi qarg'a